Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan telefonimiz kodlanib qolsa qanday qilib ochish yo'llarini ko'rib chiqamiz. Bunday holatda telefonni o'chirib ham, sibros ham bera olmaymiz. Buning uchun bizlarga kompyuterga ulanib, minus ovoz pasaytirgich va yoqib o'chiradigan knopkasini birgalikda bosib turishimiz kerak. Qo'yvormasdan ekran o'chmaguncha. Ekrandan o'chgandan so'ng yuqori qismini plus va o'chirib yoqayotganini birgalikda e'tibor bering, yongan bo'lsa ham o'chirib yoqayotganini qo'yavermaymiz 4-5 sekund. Keyin recovery rejimiga tushamiz. Bu yerda wipe data factory reset deb bosamiz. Bosib sibros настройки eslatib o'taman, hamma ma'lumotlar o'chib ketadi. Reboot system. Xo'p, kompyuter bo'lmasa, unda bizlarga Type-C kabel, ikki tomoni bir xil Type-C kabel va boshqa telefon kerak bo'ladi. Android. Istalgan markasi, farqi yo'q. Unda ham xuddi shunday. Minus ovoz pasaytirgich va o'chiradigan knopkasini birgalikda bosib turamiz, ekran o'chmaguncha va tezda yuqori bosib, o'chirib yoqayotgan bilan birgalikda bosib turamiz. Qo'yvormasdan o'chirib yoqayotganini 4-5 sekund. Keyin recovery rejimiga tushamiz. Bu yerda ham xuddi shunday. Ma'lumotlar hammasi o'chib ketadi. Bir narsani eslatib o'tay, ma'lumotlar o'chgani bilan sizda kod o'chmaydi. Buni proshivka qilsangiz ham, sibros qilsangiz ham telefonda kodi o'chmaydi. U elektronniy pochta, Gmail so'raydi. Unda o'shani yozib ochishingiz kerak. Hozir uni bilmasangiz ham ochish yo'llarini ko'rib chiqamiz. Telefon yondi. Unda yonishi biroz vaqt olishi mumkin. Tilni tanlaymiz. Hop, yuqoriga e'tibor bersangiz qulf rasmi. Xuddi boya aytganimdek, o'chmaydi. Kod qo'yilgan kod o'chmaydi. Bu yerda Wi-Fi ga ulanib olishimiz kerak. Juda ham muhim. Keyingi ochishlarimizda ham kerak bo'ladi. Wi-Fi ga ulangan bo'lishimiz kerak. Keyingisiga o'tkazamiz. Bizdan yo kod yoki Gmail so'raydi. Pastdagisini bosib, agar bilsangiz, Gmail'ingizni terib o'tib ketishingiz mumkin. Ochiladi unda. Agar bilmasangiz, unda bizlarga kompyuter kerak bo'ladi. Wi-Fi ga ulangan. Bunisiga e'tibor bering. Kompyuterga ulaymiz. Bu yerdan Sun Firmware Tool deb yozib, birinchi sayt chiqargan saytga kiramiz. Buni Sun Firmware saytidan uzun tooli bor. Mutlaqo bepul. Eng pastga tushamiz. Link bor. Shuni bosamiz.
Unchalik katta emas programma. E'tibor bering, men WinRARni ichidan, arxivni ichidan izlech qilmay zapusк qildim. Bu Windows menda 10 turibdi, sizda farq qilishi mumkin 11. Ularda zashtasi kuchliroq bo'ladi. Antivirusni o'chirib qo'yishingiz kerak bo'lishi mumkin. Izlech qilib uстановка qilasiz boshqa Windowslarda. Antiviruslarda yoki brandomerda vaqtinchalik o'chirib turasiz. Hop, programma uстановка qilib oldik. Endi ochamiz. Ochgandan keyin Samsung vkladkasiga o'tamiz. Bu yerda info, Samsung MTP infoni bosamiz. Agar hammasini to'g'ri qilgan bo'lsangiz, bu yerda ba'zi informatsiya, bizlarning Android versiyamiz Android 15 turibdi. Region Qozog'iston, KZ. Bu yerda pastda link chiqaradi, proshevka uchun bosamiz. Bosganimizda sal pastroqda saytimizdan proshevkani olamiz. Bizlarga kerakli proshevkani shu yerda e'tibor bering. Bizga eng pastdagi Android 16 versiya kerak. Eng yuqorisidagisi emas. Yili 2025 bo'lishi kerak Android 16 versiyamizda. O'shani bosamiz. Shu yerda e'tiborliroq bo'ling. Eng yuqori Android 16 ni qo'yavermasdi. Bu yerda ikki xil yo'l bilan proshevkani skachat qilsak bo'ladi. Bu internetingiz tezligi yuqori bo'lsa ham sayt sizlarga yuqori tezlikda skachatga bermasligi ham mumkin. Xuddi mendagi holatda sizda juda ko'p vaqt so'rayotgan bo'lsa, tepadagi link bor. Tepadagi link bosamiz. Brauzer yordamida skachat qilish. Skachatni boshladi. Bu programma proshevka olayotganda yiliga e'tibor bering. 2026-yil proshevkasi bo'lmasin. Android 16 kerak bizga. Har bir proshevkani oldida yillari yozilgan. Qaysi yili chiqqan, qaysi oyi chiqqan. Bizlarga eski 2025-yildagi proshevka kerak. Agar sizda telefoningizda 2026 qo'yilgan bo'lsa, siz 2025 da qo'ya olmaysiz. Olib bo'ldi, izlech qilamiz. Biron bir papkaga. Hop, izlech qilib bo'ldik. Endi Samsung vkladkasidan Odin shu yerda e'tiborli bo'lib, adashmasdan u proshevka papkamizni tanlab ichidan proshevka papkamizni tanlaymiz. Ichidan BL ga BL birinchisi, AP ga AP, KP, KSK,
tanlab olamiz. Unisi shart emas. Umuman keragi yo'q. Bu yerda telefonimizni download rejimiga o'tkazamiz. Shu yerda bosib MTP downloadni bossak, telefon download rejimiga o'tadi. Ya'ni proshivka rejimi. Bu yerda ko'pincha xatolik chiqarsa ham telefonni download rejimiga o'tkazadi. Xuddi shunday ko'rinishda bo'lishi kerak telefon. Agar bu ko'rinishga tushmasa download rejimiga telefonni o'chiramiz. Kompyuterga ulamasdan plus minus knopkasini birgalikda bosamiz. Bosib kompyuterga ulaymiz. Bosib turaveramiz. Keyin yuqori qismini bosamiz. Plus bosganimizda u download rejimiga tushdi Samsung telefonimiz. Bu usul planshet va Samsung telefonlariga bir xil ishlaydi. Xo'p, endi bu yerda flash deb bosamiz. Biroz kutib turamiz. Proshivka ketyapti. Bu biroz vaqt olishi mumkin. Agar hammasini to'g'ri qilgan bo'lsangiz, pastdan mayda poloskacha chiqib, загрузка ketadi. Shu tugashi bilan proshivkamiz tugaydi. Telefon avtomatik перезагрузка beradi. Bunday holatda ham telefonda kodlangan holatda ham proshivka qilsangiz ham ma'lumotlar hammasi o'chib ketadi. Bunda ham xuddi shunday telefonda kodi qoladi. Biz hozir shunda Android 15 dan Android 16 ga ko'taryapmiz. Telefonni Google akkauntidan chiqarish uchun. Hozirgi kunda Android 15 da akkauntdan chiqarishni bepul variantlari yo'q. Android 16 da bor. Android 16 ning 26-yil, ya'ni shunisi yil chiqqan versiyasida ham ochish yo'li hozircha yo'q, faqat ofitsial yo'l bilan bor. 2025-yil Android 16 bilan ochishda yo'li bor. Programma ketayotganda telefonga umuman teginish kerak emas. Programma tugadi. Tugagandan keyin o'ttizta biroz vaqt oladi yonishi. E'tibor bering, qulf ketgani yo'q. Til tanlaymiz. Wi-Fi yo'llaymiz. Kompyuterga ulab bitta tekshirib olaylik.
Samsung MTP Info. Bu yerda bizlarda versiyamiz Android 16 bo'lgan bo'lishi kerak. Telegram gruppamizdan programmani skachat qilib olamiz. U ham mutlaqo bepul programma. Izlech qilib olamiz. Eng pastida programmamiz bor. Bu yerda e'tibor bering. 2025 o'shani bosamiz. Telefonimiz ulangan. Yoniq Wi-Fi ga ulangan, eslatib o'taman. Biroz kutib turamiz. Bu vaqt davomida telefonimiz bir necha marta o'ziga o'zi перезагрузка berib, sbros beradi. Bu oddiy hol. Tilda tanlaymiz.
E'tibor bergan bo'lsangiz, yuqorida qulf yo'qoldi. Bu degani telefonimiz ochildi. Bo'ldi bu. Endi bundan bemalol foydalanishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.